Shunam rosa spetdi. Şimdi ben tushunmadim, огородlarni o'tlari yulinmagan. Ahmadjon, og'zingdan qo'ning. Nimaga telefon o'ynab o'tiraverasan? Mana ketman o'g'inda bor, suv ochibga, o'tlarni ham tozalamabsan. Ajalingga ko'r, tezroq bo'l. Og'zingdan qo'ningga ko'r, ajalingga ko'r. O'tlarni ham tozalamabdi. Ha akam. Doim shu o'g'lini qarg'agan. Axir farzand duo bilan katta bo'ladi-ku. İşlerini büyürüp gittim. Biretlasini qilmagan bu telefonga berilib, og'zingdan qo'ningga ko'r, qo'li bo'lmay o'lgur. Bu qachon katta bo'larkin? Qachon qarasa telefon o'ynagan. Men bunga tozalab qo'y deganimga qachon bo'ldi? Og'zingdan qoningga ko'r, ajaling qo'lga ko'r. La ilaha illalloh. Aka. Eshitdingizmi? O'g'lingiz u katta yo'lda mashina urib ketib o'libdi. Qarg'ishlangiz nima oqibatga olib borayotganini bilasizmi? Deyapsan sen, seni yo'l o'chirgur. Nima deyapsan sen? Qayda mashina urib ketadi? Kattasi bo'ldi. O'g'lingni mashina urib ketibdi. Inson qarg'ish bilan emas, duo bilan ko'karadi. Mana sen niyatingga yetding. Satqin inson keta. Mana shu joyga keltirsam qarg'amang. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom otani bolasini qarg'agan duosi mustajob deganlar. Siz jahlingiz chiqib turganda qo'ling so'ngir falon tomon shunaqa gaplarni gapiraverasiz. Keyin bir muddat o'tgandan keyin tavba qilib astag'firulloh deysiz. Lekin u duo mustajob bo'lib qoladi. Shundan qo'rqishimiz kerak. O'sha duo mustajob bo'lishidan qo'rqishimiz kerak.